Balangızны hamisha bek sezgür, ko'ngli bek nozuk deb ayblamsiz. Agar mushunda qilayotgan bo'lsangiz, siz tug'ma ustunlikka ega bir balaning talantini yo'qotib qo'yg'ili tas qapsiz. Sizning balangizmi shundaqmi? Allah chaqchaq qilib ikki og'iz gap qilsa, ko'ziga yosh olamdi. O'yinda utirib qo'ysa, darhol yig'lab ketamdi. Boshqalar sal yuqori ovozda so'zlasa, tezda kendingizga muk olamdi. Siz uni nimancha nozuk, qo'lingdan hech ish kelmaydi deb tillab, qandoq qilib bo'lsa-mu, uni hamma ishga chidamli qilishga urinamsiz. Bugun men shuni aniq aytib beray, sezgurlik hargizmi bolaning kamchiligi emas, balki uning tug'ma ustunligi. Siz uni qancha o'zgartirishga zo'rlasangiz, bolangizning talantini isrof qilayotgan bo'lasiz. Taxminan 20% bolalar intayin sezgur mijozlik bo'ldi. Bundaq bolalarning kuzatish iqtidori tug'ilishdanla tangtushlarga qaraganda kuchli bo'ldi. Cho'nglarmi sezmagan kichik tafsilotlarni ular bir qarabli bayqaydi. Ularning heslashtlik qilish iqtidorimi kuchli bo'ldi. Ko'nglingiz yerim bo'lsa, birinchi bo'lib yaningizga kelib, sizga tasalli berdi. Siz uni ko'ngli bak nozuk, ortiqcha o'ylaydi deb qaraysiz. Amaliyotda bo'lsa, u atrofdagi normalsizlikni boshqa bolalarga qaraganda baldurroq sezdi. Bu uning tug'ma o'zini qo'g'dash iqtidori. Hargizmi erkicho'ng bo'lib qolganlik emas. Agar uni majburiy uchiq yo'riq va dadil bo'lishga zo'rlasangiz, bu xuddi oqquni o'rdaklar to'piga tiqib qo'yganga o'xshaydi. Natijada u bargan sari o'ziga ishonmaydigan, ko'nglida o'zini ayblaydigan bo'lib qoladi. Oxirida tug'ma talantimi butunlay g'oyib bo'ldi. Bolaning sezgurligini ustunlikka aylantirish uchun ota-ona tövandagi 4 ishni yaxshi qilsa kifoya. Birinchi, hamda mushunchalik ishqimi yig'lamsan demang. Bola yig'laganda uningga nasihat qilmang. Tillamang. Uni quchoqlab turib, "Apangizning ko'nglingning og'riganligini biladi, men yaningda bor" deng. Bolaning hissiyotini qabul qilish 10 eg'iz cho'ng gapdanmi bakrak unumlik. Ikkinchi, uni boshqalar bilan aralashishga zo'rlamang. Sezgur bolaga bir to'p do'stning hojati yo'q. Uni tunimaydigan kishilarga salom berishga majburlamang. Bir ikki nafar chiqishadigan do'stining bo'lishi o'ziga mos kelmaydigan to'pga zo'rlab kirishdan nechasi yaxshi. Ikkinchi, uning hissiyotini inkor qilmang. U og'riq his qilsa, qo'rqsa yoki ko'ngli yerim bo'lsa, bu hissiyotlarning hammasi rost. Hamisha buning nimasidan qo'rqsan yoki bu faqat kichikgina ish, uncha ko'nglingga ilib olmagan demang. Chunki siz inkor qilayotganingiz u ishning o'zi emas, balki bolaning haqiqiy hissiyotidir. To'rtinchi, uningga chegara belgilashni o'rgating. Uningga hambaharlashni xohlamagan o'yinchiqni boshqalarga bermasangmi bo'ladi. Qilishni xohlamagan ishingni bevosita rad qilsangmi bo'ladi. Boshqalarni xushal qilish uchun o'zingni uvalchilik qo'ymagin deb ayting. Nurg'un ota-onalar bolasining sezgurligini o'zgartirishni o'ylaydi. Amaliyotda xato bo'lgani bolaning mijozi emas, balki sizning uning talantini teg'i tunib yetolmaganligingiz. Sezgur bolalar odamning chiroyiga qarab boshqalarning ko'ngildagini tezda sezib oladi. Ishni inchga va ishonchli qildi. Diqqatini markazlashtirish iqtidorimi kuchli bo'ldi. Mayli maktabda o'qisin yoki keyin jamiyatga qadam qo'ysin, bu inchki kuzatish va eslashlik iqtidori boshqalar tortila olmaydigan ustunlikdir. Siz bugun uning sezgurligini qo'g'dab qolsangiz, bu uni erki qilayotganlik emas, balki uning kelgusi uchun eng qimmatli ishonch asosini saqlab qolganligingizdir. Uyda sezgur bolasi bor ota-onalar, bu filmni yoqtirgan bo'lsangiz, saqlanishni unutib qolmang. Mushu usullar bo'yicha qilsangizlar, bolangiz cho'ng bo'lganda sizga cho'qim rahmat aytadi.